Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Navbatda bu gulchilikga xonamizga kelib sotiladigan gullar bor. Shularni hozir obzor qilib, narx-navosini oladigan odamlarga O'zbekiston bo'ylab o'sha yetkazib berish xizmatlari ham bor ekan. Banan korobkasiga solib, mana pakovka qilib qo'yilgan. Buni ochib bo'lmasa skochlangan shekilli. Ochib bo'ladi aka. Ya, mana. Bu kishi ham gulchi O'zbek adashimiz bo'ladilar. Videoga tushunchalik xohlamadilar. Mana shu kadr ortida gapirib beraylarlarda mana. Bu nomi qanaqa gul bu gullarimiz? Pitone gullarimiz. Bitta eshiqqa nechta ekilgan? 80 ta tushgan. Bu bahorda ekilsa, hozir ekilsa kuzgacha turadi. Qishgacha turadi. Qishgacha mana shu ochilib turadi. Yo, yangi gullab. Yo'q, qishgacha ochilib turadi. Ha, qishgacha mana shu ochilib turadi. Ha, bag'dagi gullarimiz mana. Mana bag'daga kirishimiz mumkin gullarimizni. Shaffof bular. Ha, bular shaffof, har xil svetda ekan-da. To'q sariq, och sariq. Bag'dagi gullarimizni ham ko'rsataylik. Bu qaygacha yetib boradi bu banan korobkasiga? Qaygacha dastlabki qilsa bo'ladi? Misol uchun Xorazm, Buxoro, Samarqandlarga yetkazsa bo'ladimi? Aha. Qirg'iziston, Qozog'istonga ham chiqaribganmiz. Ha, Qirg'iz, Qozoqqa ham chiqarsizlar, eksport qilasizlar. Bu qanaqa gullar bular? Pitone. Ha, bular pitune hammasi. Hammasi lekin har xil o'chirda rangli, har xil. Cheklamagan miqdorda bor, yetarli. U dastlabkasini misol uchun kelishuv asosida ular o'zi to'ladi-da. O'zbekiston bo'ylab. Mana bu yerda ham bular qanaqa gul? Salviya gulimiz bu. Salviya. Olov gul deydi. Mana ochilganlarimizchi? Bu pitone, nelar qara, 2 yil bo'ladi mana. Har xil rangda ochiladi mana. Ochiladi. Bular nima dedingiz? 2 yil bo'ladi. Mana O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Yetkazib berasizlar. Ha, bemalol bog'larga, xonadonlarga, eksa bo'ladi, tashkilotlarga. Tashkilotlarimiz ham bor o'zi, ekib beruvchilar. Ha, ekib beruvchilar bor. Endi uning uchun katta ob'yom bo'lsa borasizlar-da, kichkina ob'yomga misol viloyatlarga bormaysizlar. Boraveramiz. Ha, boraverasizlar. Ha, narxini kelishuv asosida. Yetarli mana gullarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham bor. Dastavkasi platniy bo'ladi. Banan korobkasiga so'yib berishar ekan, yashiqlarga so'lib. Mana. Bu 10 so'm to'g'mada teplisamiz? 15 so'm. 15 so'm. 15 so'm necha yuzta gul